alaykum. Qarazmoqli bundan oldi katolni ikkisini ishdan o'tkazib beramiz. Bunda inshora qo'yib, qo'lni hozir olmozning birini bilan bo'lishib, mo'ri joylarini qo'lni berdakin gidrosekam vajini qo'yib ishlatib beramiz. İşçilerini kuzatib boringlar, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Yine qo'lni hozir döşeyip çıkardık. Betonlu, yarımı beton, yarımı kerüç. Kerüç betondan, kerüçten sarıya keskenlerdi, kesip aldı. Birinci döşük kulak olsa döşüldü. İkinci döşükten tayarlap döşseler, katoldan asıp, kenteğinin gidrosekele yasaladı. İş çaryanını video davamında görüp barbaraslar. Xudo qalasa hozir kalorisin için tozalab, bunun xamitni qo'yib, demir xamit qo'yna demir xamit ertang turbani qisgan vaqtdan beri tishlab qolmaydi, turbani qirqmaydi. O'zini ulli turbadan uzatilgan yuzligi. Rezasam 32lik reza urib, Xudo qalasa berlarini taqib, hammasini ishlatib beramiz. Hozir video davomini ko'rsangizlar, katolni nelardan chiqaramiz videosini. Hayajonli damlar. Ureski. Ana. Chattı. Yine. Bo'ldi. Uca döşüp çıktı. Chatki. Hurmatli qutbiya tez. Oh. Davleniya yo'q dedi. Sekunda yetmedi. Shuni döş. Kan bir aç bilib ber qancha? Suvni davlanasini ko'ral. Chatki. Xudo xolasa döşüldü yine. Hozir Xudo xolasa katolxonani ko'rasizlar. Yine Xudo xolasa gidrosekamiz. Bunda katol tayyor etildi. Polni birinchi etaj, ikkinchi etaj to'pla pollar hammasini tayyorlab, endi mexanический trexodoylarni qo'yib, to'pla pollarni gradusini tushish uchun taxlab, endi bu katollarimiz gazlarni ham taxlatib, Xudo xolasa ertang shunday xizmatlar bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Rashtini bak. Hammasi tayyor. Xudo xolasa video davomida kuzatib boringlar. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar.